Bilasizmi, finalda Paris Saint-Germainga Arsenal emas, Arteta yutqazdi. Bu mag'lubiyatda eng katta aybdor Arteta bo'ladi. Arteta qo'pol qilib aytganda ochiqchasiga qo'rqoq futbolni tanladi. Nima uchun deyotgan bo'lsangiz qarang. Vitinha, Dembele, Kvaratskhelia, ya'ni PSJning asosiy yulduzlari maydonni tark etgandan so'ng ikkinchi tarkib tushyapti maydonga va ikkinchi tarkib ham Arsenalning ustidan dominantlik qilmoqda. Arsenalda ham yangi tarkib tushdi. Ko'p futbolchilar, kuchga to'lgan futbolchilar tushdi, biroq baribir Arteta o'z qo'lida bo'lib turib, imkoni bo'lib turib ikkinchi raqam jamoa bo'lishni tanladi. Statistikaga qaraymiz. Paris Saint-Germain 20 tadan ziyod zarba berdi. Arsenalda esa 7 ta. Qanaqa qilib bunaqa jamoani finalda chempionlikka loyiq deyishimiz mumkin? Ha, harakat qildi yigitlar. Lekin men yigitlarga umuman, ya'ni Arsenal futbolchilariga qarshilik qilmoqchi emasman. Ular jonini berdi. Ular murabbiy belgilab bergan vazifadan tashqarisiga chiqa olmaydi. Shuning uchun bu yerda men futbolchilarni emas, Artetani ayblayman. Futbolchilarning salohiyati yuqori. PSJni bemalol yuta oladigan darajasi bor ularni. Lekin ularni to'g'ri tushunishimiz kerakki, murabbiy chizib bergan chiziqdan tashqariga chiqa olmaydi. Murabbiyni aytgan, degan bo'lish kerak. Va o'sha aytgan, degan bo'ladigan murabbiy bugun xato qildi. Bugun yutqizdi. Arsenal Premier Ligani oldi, men tarafni oldim. Arsenal natija qilish kerak, chiroyli futbol qilganda hech kim maqtagani yo'q, yutqizdi. Endi natija uchun ular mana shunday pragmatik futbol o'ynashga haqli deb tarafni olgandim. Lekin inson sen finalda o'ynayapsan, hech bo'lmasa bitta o'yinlik alohida uchrashuvga boshqacha tayyorgarlik ko'rgin, hujumkor o'yin ko'rsatgin, shu shalbanquloq kubokka, chempionlikka loyiq o'yin ko'rsatsang, albatta seni hamma maqtaydi. Lekin finalda ham baribir o'sha eski uslubini tanladi va chempionlikka aslida kim loyiq ekanligini, kim noloyiq ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Mana shunaqa gaplar va Paris Saint-Germain mutlaqo loyiq holatda, mutlaqo o'sha kubokka ega chiqmoqda. Tabriklaymiz Paris Saint-Germain muxlislarini. Ular bemalol jamoasidan faxrlangan holda Enrique o'sha futbolchilaridan xursand bo'lgan holda chempionlikni nishonlashi mumkin.